alaykum. Bugungi masalamiz array operasiga mansub 349-masala. Xo'p, masala sharti shundan iboratki, biza ikkita arrayda kesishmasini topishimiz kerak ekan. Xo'p. Davay unda yechishni boshlaymiz. Misol ko'rsatsam, nums1 va nums2 degan ikkita array berilgan. Mana shu unikal bitta natija qaytarishimiz kerak. Ikkalasida ham mavjud bo'lgan elementlarni o'z ichiga olgan unikal bitta result degan list qaytarishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yechib ko'ramiz. Xo'p, bizga list kerak bo'ladi. nums1 degan, masalan 1 2 1 2 degan elementlar o'zini ichida. Ikkinchi listimizda nums2 degan listimizda 2 bilan 2 bo'lsin. Xo'p, endi hozir buni ikkita usul bilan yechib ko'rsataman. Xo'p, birinchisini yechamiz. Biza for bilan bitta list ichini aylanib chiqamiz va masalan 1 2 1 2 degan elementlarni hammasini aylanib chiqamiz va mana shu 1 degan element mana bu ikkinchi nums2 degan list ichida bormi yo'qmi shuni tekshirib ketamiz. Agar bo'lsa result degan listga qo'shib ketamiz. Agar bo'lmasa qo'shmaymiz. Har bitta mana bu birinchi listni solishtirib chiqamiz va ikkinchisini ichida bormi yo'qmi shuni solishtirib ketamiz. Xo'p, int e teng 0 dan kichkina nums1da lengthgacha birinchi e plus plus. Xo'p, if nums2 contains test qilaylik. Mana bu yerda foreign ishlatib ketaylik. Numsda inchisi deb indeks bilan kirgangacha kirish o'rniga element yozda ham o'ldiradi. Element in nums1 element bormi yo'qmi shuni tekshiramiz. Agar bo'lsa list ochamiz. Int tipidagi sonlarni qabul qiladi o'ziga. Result degan list, bo'sh list ochib qo'yamiz. Xo'p. Agar bo'lsa, shu resultga elementni qo'shib ketsin. Print qilib, mana shu element ichida nima sonlar chiqyapti, shuni tekshirib ko'ramiz. Element emas, result tekshirib ko'ramiz. 2 bilan 2 chiqyapti, demak. Yo'qda ham ana to string qo'yamiz, nima qilamiz? To set qilamizmi? To set degan metod bormi ekan? 2 keyin yana to list qilamiz. List ko'rinishi qaysi kerak o'ziga? 2 chiqyapti. Buni tekshirib ko'raylikchi. To'rt bilan 9 chiqyapti. To'g'ri chiqyapti. Endi nima qilamiz? Bo'ldi endi. Buni olamizda kopiya qilib tashlaymiz. Result nums2 contains element return result
birinchi tur setga aylantira olib bitta set qila olamiz. Set nima edi? Set ichida unikal qiymat qabul qiladigan u ham bitta collectionda. Ana shu collection orqali ikkitalik qiymatlarni bitta qila olamiz. Masalan, result ichida ikkita nima kelib qolishi mumkin. Ikkita bir xil qiymat kelib qolishi mumkin. Masalan, 2 bor, 2 bor. Ikkini tekshirib ko'ramiz, uni ichida bormi? Demak, qo'shib ketadi, resultga qo'shadi. Ikkinchi ikkini ham tekshirib ko'rib, uni ichida 2 ham bor, yana unisini ham qo'shib qo'yadi. Bizga bo'lsa bitta qaytarish kerak. Unique qaytarish kerak. Shuning uchun to'set qilib almashtira olib, yana aylantirib tur list qilib qo'yamiz. Xo'p, bitta rang qilib ko'rsak endi nima chiqar ekan? Testlardan o'tdi. Ikkita test bor ekan, ikkalasidan ham o'tdi. Submit qilamiz. Demak, qabul qilindi. 63%, 58%, rang bo'yicha 63% odamni o'sha yengibdi. Endi xo'p, bu yaxshi ishladi. Yana bitta usul qilib ko'rmoqchiman. Endi nima qilaman? Endi mana shu setni boshida ocha olaman. Set int set 2 deb masalan nams 2 ni set qilib almashtira olaman. Bu oxirida setga aylantirib qo'ydim-ku, o'sha oxirida qilmasdan boshida qilib ketyapman. Endi list int result deganga yig'ib ketaman. Nams 1 ichiga kirib where bilan solishtirib where nima qiladi? Xo'p. Har bitta elementiga kiradi va qandaydir shartni tekshirib ko'radi. Shart ishlayaptimi yo'qmi shuni tekshirib ko'radi. Elementni qaytarsin. Set 2 contains a to list. Xo'p. Nams 1 ichidagi where nima xatolik beryapti? Yoki oxirida tilsiz qilib qo'yish kerak, adashmasam. Endi bitta print qilib ko'raylik, result. To'rt bilan 9 chiqdi, ishladi. Demak, bunda nima qildim? Nams 1da hamma elementini kirib chiqdim va elementi set 2 ni ichida mavjudmi yo'qmi shuni topdim va oxirida yana to listga aylantirib qo'ydim. Xo'p. Nima edi? Buni ham ishlatib ko'raylik. 1 2 2 2. Ikki chiqsa to'g'ri chiqyapti. Buni yana to set nima qilishimiz kerak? Bo'ldi. Yana to set to list qilamiz. Bo'ldi. Demak, bitta ishlatib ko'ramiz buni yana. Run qilamiz. Ishlayapti.
Navorot, bu sekin chiqib ketdik. Xotiradan yeb qo'ydik lekin. Xotira boya yaxshi chiqqandi. Mayli. Ctrl Z qilib orqaga tarib bo'ldi. Shuni submit qilib qo'yamiz. 93-72% normalni ishladi. Demak, masalamiz mana shu edi. Bugungi yechmoqchi bo'lgan masalamiz